ovqatsiz. Enajon yemayman men bunaqa ovqat. Shunday xaraktering ammangga o'xshaydi-da, o'zingcha ovqat tanlaysan. Inson shuni. Akbarjoq, ertalabdan kechgacha telefon o'ynaysan. Darsing qilganmisan? Qani kundaliging o'tki qani? Malades, hamma baholari darsi ham qilingan, kundaligi ham joyiga. Shuni o'zimga o'xshaydi. Malades, mani bacham shu menga ketgan. Buncha hamma narsani yerga tashlagansanlar, uyda bardak qilganingni qara. Shuni shkafga taxlab qo'ysang bo'ladi-ku. Xuddi dadangga o'xshaysan, hamma narsani yerga tashlaysanlar. O'zi yig'ishtiraman enajon. Shunday tiling bir qanch, xuddi ammalaringga o'xshaysan. Buncha ustingkir, yag'ir shavalak bo'lib, qayerdan kelibsan? Futboldan kelaman enajon. Futbolni yerga dumalab o'ynaysanmi? Ahvolingni qara, hamma joying qum, tuproq. Shunday ammalaringga o'xshaysan. Nimaga sizlar ammalaringga ketgansan a? Sen qayerdan kelibsan? Ko'chada futbol o'ynab ko'raman enajon. Mana buni usti kir emas-ku. Tog'alarga ketgan. Malades bacham. Xolasday o'zoda. Tirqmasdan kelsa bo'ladi-ku. O'g'lim, tarelkani tepaga olib qo'y, pastalarni yuvgin, haymi? Nimaga bitta ish buyurganni to'g'ri qila olmaysan? Buncha ammangga o'xshading-a? O'g'il bacha kusan. Buyurilgan ishni to'g'ri bajarsang bo'ladi-ku. Enajon, har doim aytishga qo'rqardim, lekin bugun aytaman. Nimaga biz bir ishni o'xshatib olmasak, dadam tarafga o'xshatasiz? Yoki yaxshi ish qilsak, 5 vaqt olib kelsak, o'z tarafga o'xshatasiz. Ibi, buni qaranglar, buni qaranglar. Tili bir qarich, xuddi ammasi. Ammangga o'xshamay ket. Ammang ham tili 2 qarichida. Bir og'izga 10 og'iz gap qaytaradi. Xuddi ammasi.